MyShop dasturi davom etadi. Inson organizmi ko'p funksiyali, o'zini o'zi tiklovchi va sozlovchi tizim hisoblanadi. Organizmimizda mikronutrientlarning yetishmasligi esa turli kasalliklarga sabab bo'lishi mumkin. Buning uchun vitaminlarga va foydali ozuqalarga boy mahsulotlarni iste'mol qilish darkor. Demak, Gano shifo mahsulotlari sizning sog'lom turmushingiz tarafdori. Malayziyaning Gano Excel korporatsiyasi 20 yildan buyon jahon bozorida ma'lum va mashhur. Toshkentda ham birlashmaning filiali bir necha yildan buyon samarali faoliyat olib bormoqda. Tashkilotda jannat o'simligi deya nom olgan Ganoderma lucidumdan tayyorlangan mahsulotlar nanotexnologiyalar asosida yaratilgan bo'lib, u bosh miya, yurak, taloq, jigar, o'pka va buyrak faoliyatini yaxshilaydi. Ganoderma lucidum u tabiatda juda kam uchraydigan noyob giyoh. U Tibetning qalin o'rmonlarida o'sadi va ushbu qo'ziqorinning tarkibida inson organizmiga zarur 200 dan ortiq aktiv birikmalar bor. Ganoderma, ya'ni qizil qo'ziqorin, 4000 yillik tarixga ega. U qadimdan imperatorlarning ishonchli darmon dorisi sanalgan. Giyoh salomatlikni tiklaydi, mustahkamlaydi va surunkali kasalliklar xavfini kamaytiradi. Hozirgi kunda mazkur o'simlikdan tayyorlangan mahsulotlarni qabul qilgan 300 milliondan ortiq iste'molchilar ijobiy natijalarga erishishgan. Gano Excel korporatsiyasining O'zbekistondagi rasmiy bo'limi Gano shifo korporatsiyasi insonlarni hayotdan zavqlanishga, sog' va farovon hayot kechirishga chorlaydi. Uyushmaning seminar treninglarida ishtirok eting va siz ham hayotni sevishni boshlang.